Assalomu alaykum ustozlar hamda ijodkorlar. Bugun sizlar bilan aynan Ator format uchun mo'ljallangan Deventi firmasining laminatori bilan tanishamiz. Xo'p, bu laminator apparatimiz hozir zakazga chiqib ketyapti. Namangandan zakaz tushgan, ustozimiz aynan zakaz qilishgan. Ham ularga nima deydi, tovarni oldindan ko'rsatish, ham sizlar uchun aynan korobkada nimalar chiqishini ko'rsatib bermoqchiman. Bu laminatorimiz uy hamda ofis uchun mo'ljallangan. U aynan 75 mikrondan boshlab 125 mikrongacha bo'lgan qalinlikdagi paketlarni laminatsiya qilishda ishlatiladi. Endi tezligimiz 31 santimetr taqsim minut. E'tibor bergan bo'lsalaring, ko'pchilik laminatorlarda 25-28 bo'ladi bu jarayon. Aynan bu laminatorni yaxshi ko'rgan jihatim 31 yuqori tezlikda laminatsiyalaydi, ya'ni tayyorlanish tezligi, ya'ni qizish tezligi 3,5 daqiqani tashkil qiladi. 3,5 daqiqa kutasiz va ishingizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 2 valli hisoblanadi. 2 val orasida bizni paketlarimizni laminatsiya qilib beradi. Yana bitta narsa, firma tomonidan 12 oyga garantiya berilgan. Bu jihatlarga ham e'tibor berishingizni so'rayman. Qani bismillah, ochishni boshlaymiz. Korobkadan nimalar chiqishini ko'ramiz. Namanganlik Kamolaxon ustozga jo'nataman hozir. Jo'natish oldidan ularga ham video obzor bo'ladi, ham boshqa obunachilarimizga ham yaxshi bo'ladigan bitaman. Xo'p, mana laminatorimiz ichidan o'zini qo'llanmasi hamda mana ko'rib turibsizlar, mana shunday hujjat chiqadi. Xo'p, buni olib qo'yamiz va e'tibor bering. Shnurimiz uzungina, mana kalta emas. Aynan boshqa holatdagi laminatorlarda ko'rganman. Bu qismi boshqa holatda, ya'ni uchigani boshqa holatdagisini olishingiz kerak yoki bo'lmasam shnuri kalta chiqadi. Bunda rosa ham yaxshi chiqadi. Uzunligi ana ochdik, oppoq holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Men sevimli laminatorim. Hop, ko'rib turibsizlar. Bu tarafda tugmani bu tarafga bosganimiz горячий issiq holatda laminatsiyalaydi, o'rtada o'chadi va bu tarafga sovuq holatda laminatsiyalaydi. Sovuq holatda laminatsiya qilmoqchi bo'lsalaring, sovuq holatda laminatsiya qilish uchun mo'ljallangan plyonkaga o'zingizning mahsulotingiz, ya'ni cheklar bo'ladi yoki bo'lmasam eski rasmlar, aynan siz issiqlik ta'sirida o'zini rangini yo'qotib yuborishi mumkin bo'lgan mahsulot hisoblanadi u. Yoqasiz, uni kutishingiz shart emas. Zeleniysini yonishini kutishingiz shart emas va to'g'ridan to'g'ri vallarni orasiga kiritib siz laminatsiya qilishingiz mumkin. Xo'p, boshqa qismlar bilan tanishtiraman. Laminatorimiz yengil. Adashmasam 400 grammdan oshiqroq chiqdi bu. Mana ko'rib turibsiz. Havo almashtirish tizimlari. Mana bu qismlari bo'lsa, aynan turgan qismdan poldan bo'ladimi, xontaxta bo'ladimi yoki bo'lmasam stoldan bo'ladimi ajratib turuvchi qism hisoblanadi. Xo'p, yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Mana bu qism, siz agarda plyonkangizni noto'g'ri qo'yib yuborgan bo'lsangiz, g'ijimlanish ta'sirida sizni qilyapti turgan ishingiz sifati buzilyapti turgan sezsangiz, mana shu qismdan to'xtatib qo'yish, mana shu yerda bossam to'xtaydi va men qog'ozni osongina qaytarib chiqarib olaman va laminatsiyaga qaytadan tayyorlab kirgizib yuborishim mumkin. Qani buni tokka suqib ishlatib ko'ramiz. Hozir men kerakli hujjatlarimni olib qo'yganman. Laminatsiya qilinishi kerak bo'lgan hujjatlarimni, shular laminatsiya qilib ko'ramiz. E'tiborli bo'ling. Laminatsiya qilib mahsulot chiqib turgan vaqtda qanaqadir to'siqlar bo'lmasin ro'parasida, ya'ni issiq narsa, ya'ni issiq holatda bosilyapti turgan plyonka qanaqadir to'siqqa uchrab, g'ijimlanib, buklanib, qanaqadir o'zgarish sodir bo'ladigan bo'lsa, u qoladi keyinchalik ham. Ya'ni issiq holatda bo'lgan jarayon qoladi. Shuning uchun tekis silliq yuzaga chiqishini ta'minlashingiz kerak hisoblanadi. Mana ko'ryapsiz, горячийni bosdim. Mana qizil tugma yondi. Endi kutamiz. Mana sizlarga yoqdim. Bir marta yashil yonib bo'shdi. Qizigandan keyin o'chirib turgandim. Tayyor bo'ldi. Xullas, menda tayyor laminatsiya qilinishi kerak bo'lgan hujjatim bor. Mana o'zimda aynan to'qin sinflar 4-orak uchun mo'ljallangan testlarimni
chiqarib qo'yganman. Mana takrorlash darslarida foydalanish uchun ularni laminatsiyalab qo'yishim kerak, chunki bu yil ham foydalanaman. Xullas, test bankim uchun menga ko'proq saqlanishi kerak deb hisoblayman va meni laminator apparatim tayyor. Laminatsiya qilishni boshlaymiz. O'zi joyiga qo'yishingiz bilan vallar aylanib, laminatsiya qilinishi kerak bo'lgan mahsulotimiz o'zi tortib ketadi. Biz shunchaki mana yerda qog'oz davom bo'lgancha ushlab turibman. Agar sizda yaxlitgina bitta qog'oz bo'ladigan bo'lsa, ushlab turishingiz shart emas. O'zi valiga aylantirib, to'g'ridan-to'g'ri olib chiqib ketadi. Mana hozir laminatsiya qilib bo'lgandan keyin sifatini ko'ramiz. Eslatib o'taman, aynan bu versiyasida bir marta yashil chiroq yonib o'char ekan, doimiy yonib turmaydi ekan. Yangi versiyasi shunday holatda chiqarilibdi. Men 2 yil oldin olganman. Unda yashil chiroq yonib turgan holatda bizga axborot berar edi. Mana ko'rinyapti hammaga. Hech qayerda qanaqadir havo to'planib qolgan joyi yo'q. Hammasi ideal holatda turibdi. Endi bularni kerakli joyini kesib, tayyorlab qo'yib qo'yishim mumkin bo'ladi. Mana. Hammalaring olinglar, sizlarga ham maslahat beraman. Mana shunaqa gaplar.